Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugungi harbiy san'at tarixi fanidan birinchi mavzuyimiz kirish qismi hisoblanadi. Fanning unda to'xtalib o'tadigan mavzuyimiz bo'yicha fanning mazmuni, maqsad va vazifalari, qadimiy dunyoda harbiy san'atning shakllanishi, ilk harbiy qurollarning paydo bo'lishi haqidagi mavzu bilan tanishib o'tamiz. Ushbu reja mavzu bo'yicha demak rejalarimiz quyidagilardan iborat. Birinchisi harbiy san'at tushunchasi va uning mazmun mohiyati. Ikkinchi rejamizda harbiy san'at tarixi fanining maqsad va vazifalari. Uchinchi rejamizda insoniyat tarixiy taraqqiyot jarayonini to'liq o'rganishda urushlar va harbiy san'atning o'rni. Va to'rtinchi rejamizda ibtidoiy davrda harbiy mashg'ulotlar va jang olib borish masalalari bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Dastavval har doimgi darsimizdek manbalar hamda adabiyotlar berilgan. Bemalol tanishimiz mumkin. O'zbek tilidagi va xorijiy adabiyotlar berilgan. Harbiy san'at tushunchasi birinchi rejamiz bo'yicha uning mazmun va mohiyati to'g'risida to'xtalib o'tsak. Harbiy san'at o'zi nima? Harbiy san'at demak quruqlik, dengiz, havoda harbiy harakatlarni olib borishga tayyorgarlik ko'rish va uni olib borish nazariyasi va amaliyoti hisoblanadi. Harbiy san'at harbiy fanning demak tarkibiy qismi hisoblanadi va bu jamiyatning tashqi tahdidlardan himoya qilish va uni manfaatlarini himoya qilishda maqsadida qurolli kuchlarga tayyorgarlik ko'rish hamda jang olib borish san'ati tushuniladi. Shu bilan birgalikda harbiy san'at tarixi demak insoniyat paydo bo'libdiki, doimiy tarzda urushlar hamda demak jang olib borishga to'g'ri kelgan. Aynan shu bilan birgalikda harbiy san'atning mazmun mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, jang olib borish nazariyasi va amaliyoti. Shu bilan birgalikda yana qo'shinning tuzilishi, qurol yaroqlari, harbiy strategiya hamda taktika, operativ san'at tushunchalari bilan uni yanada boyitib, demak ta'riflashimiz mumkin. Shu bilan birgalikda harbiy san'at demak insoniyat tarixining tarkibiy bir qismi hisoblanib, aynan harbiy san'at tarixini o'rganishda biz zamonaviy armiyaning o'rnini, ya'ni shu harbiy san'at tushunchasi hozirgi davrdagi zamonaviy armiyaning o'rni qanday bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni beradi. Shu bilan birgalikda demak armiya degan tushunchaga to'xtalib o'tsak, armiya lotincha so'zdan olingan bo'lib, armo, ya'ni qurollantiraman degan ma'noni anglatar ekan. Shu bilan birgalikda quruqlikdagi qo'shinlar yoxud davlatlarning harbiy dengiz flotidan boshqa barcha qurolli kuchlarning majmuini armiya degan tushuncha bilan ifodalashimiz mumkin ekan. Shu bilan birgalikda aynan armiya degan jumla qadimdan ham mavjud bo'lgan. Aynan qanday ko'rinishlarda? Misol tariqasida turkiy xalqlarda bu armiya degan tushuncha demak qo'shin, lashkar, cherik degan jumlalar bilan ishlatilib kelingan ekan. Endi yozma yodgorliklarning ma'lumot berishicha, dunyo bo'yicha hozirgi davrda gacha bo'lgan xronologik chegarada demak 6000 yil davomida yer sharida 15 mingdan ziyod urushlar sodir bo'lgan. Aynan shu urushlar jarayonining faqatgina 300 yilgina urushsiz davr kechganligini keltirib o'tishimiz mumkin. Endi aynan harbiy san'at tarixini biz tarixda buyuk o'sha sarkardalarsiz tasavvur qila olmaymiz. Misol tariqasida ulardan keltirib o'tsak, Aleksandr Makedonskiyni yoki Spitaminni, Yuliy Sezar, Jaloliddin Manguberdi, Chingizxon, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Boburlarsiz demak harbiy san'at tarixini tasavvur qilishimiz qiyin. Aynan ularning yashagan davrlari, ular bosib olgan hududlar, aynan yurishlari hamda jang olib borish nazariyasi, taktikasi to'g'risida ma'lumotlarni o'rganishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda aynan bu harbiy san'at tarixi davlatlar o'rtasidagi harbiy to'qnashuvlar, aynan shu davrlarda, ya'ni qadimgi davrdan hozirgi davrgacha bo'lgan oraliqda Sharq va G'arb mamlakatlarining harbiy san'at taraqqiyotining umumiy jihatlarini o'rganishga qaratiladi. Ya'ni aynan insoniyat paydo bo'libdiki, o'sha Sharq bilan G'arbda insonlar o'rtasida bo'lgan munosabatlar, ularning keskinlashishi yuzasidan paydo bo'ladigan urushlar, aynan urushlarning kelib chiqish sabablarini, oqibatlarini o'rganishga demak qaratilgan hisoblanadi.
Shu bilan birgalikda demak harbiy san'at tarixi harbiy tarix bilan birga aynan chambarchas bog'liq bo'lib, harbiy tarix bu nima? Demak, qadimgi zamonlardan hozirgi kungacha harbiy ishlarni rivojlantirish jarayoni, qurolli kuchlarni qurish hamda rivojlantirish kabi insoniyat jamiyatining mavjudligini o'rganar ekan. Shu bilan birgalikda harbiy san'at tarixi bu urushlarning mazmuni, sabablari, xarakterini, ularni olib borish usullari va vositalarini, jamiyat hayotining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, moddiy, texnik sharoitlarini o'zgarishi bilan bog'liqlikda o'rganadigan demak fan hisoblanadi. Endi harbiy san'at tarixi fanning demak maqsadlari nimalardan iborat? Maqsadi aynan insoniyat tarixining turli xil davrlardagi bo'lib o'tgan urushlar, harbiy san'atning mazmun mohiyati, xarakteri hamda ularning rivojlanishining asosiy tendensiyalarini ochib berishdan iborat hisoblanadi. Harbiy san'at tarixi fanining ahamiyati hamda shu bilan birgalikda maqsad va vazifalari haqida to'xtaladigan bo'lsak, aynan harbiy san'atning kelib chiqishi, rivojlanishi, bosqichlari hamda zamonaviy holatni o'rganish bilan aynan fanning maqsadi hisoblansa, shu bilan birgalikda urushlarning kelib chiqishi sabablari, jang olib borish usullari, ya'ni qurol-yarog'larning taraqqiyotini tahlil qilish bu fanning demak vazifasi hisoblanadi. Har bitta fan bo'lgani singari, demak harbiy san'at fanining ham boshqa fanlar bilan aloqalari mavjud. Shu bilan birgalikda harbiy san'at tarixini tarix fanisiz demak tasavvur qila olmaymiz. Ya'ni tarixiy nuqtai nazardan ijtimoiy siyosiy jarayonlar bilan bog'liqligi, shu bilan birgalikda aynan o'sha qadimgi davrdan to hozirgi paytgacha bo'lgan arxeologik yodgorliklar orqali aynan o'sha davrda yozilgan manbalarsiz harbiy tarix fanini, harbiy san'at tarix fanini tasavvur qilishimiz juda qiyin hisoblanadi. Demak, hozirgi paytda olib borilayotgan tadqiqotlar natijasida oxirgi 5,5 ming yil ichida sayyoramizda demak 14 mingdan ortiq urushlar sodir bo'lib, aynan unda 4 milliarddan ortiq kishi halok bo'lganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Shu bilan birgalikda 20-asrning birinchi yarmidan bo'lib o'tgan ikkita jahon urushlarida 60 milliondan ortiq kishi qurbon bo'lganligi, moddiy hamda ma'naviy boyliklarda vayronaga aylanganligini misol tariqasida keltirib o'tishimiz mumkin. Demak, harbiy san'at tarixi bu biz oddiy qilib so'zlaydigan demak urush degan jumla bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Demak, urush nima o'zi? Urush bu murakkab, ya'ni o'ziga xos ijtimoiy iqtisodiy hodisa hisoblanib, davlatlar o'rtasida va xalqlar o'rtasida munosabatlarning to'satdan o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan murakkab holat. Ya'ni ular siyosiy, iqtisodiy va boshqa maqsadlarga erishish uchun rejalashtirilgan hamda takomillashtirilgan qurolli kuchlar vositasida qo'llashga o'tishi, demak urush degan jumlani ta'riflashimiz mumkin. Urushlar va harbiy san'atning o'rni qanday bo'lgan demak? Urushlar bu jamiyat taraqqiyoti davomida doimo mavjud bo'lib kelgan tarixga demak ta'sir ko'rsatgan. Shu bilan birgalikda harbiy san'atning o'sha rivojlanish jarayonida jamiyatni tashqi tahdidlardan himoya qilishda muhim rol o'ynaganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, urushlarning ma'lum bir demak turlariga bo'lishimiz mumkin. Misol tariqasida urushlar jahon urushlari, yirik masshtabli, mintaqaviy, mahalliy urushlarga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda biror bir o'sha hudud yoki davlat ichida ijtimoiy siyosiy kuchlar o'rtasida bo'lib o'tgan urushlar ham mavjud. Ularni biz demak fuqarolar urushi deb nomlashimiz mumkin ekan. Endi harbiy san'at o'z ichiga demak strategiya, operativ san'at hamda taktikani o'z ichiga oladi. Aynan bu tushunchalar qanday ma'noni anglatadi? Harbiy san'at tushunchasining ya'ni tarkibiy qismi hisoblangan operativ san'at, strategiya hamda taktika degan jumlalar ularning demak tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu bilan birgalikda har bitta hududning o'zida olib borilgan jang harakatlari, ya'ni urush harakatlari ma'lum bir strategiya, ma'lum bir taktika yordamida demak amalga oshiriladi. Aynan biz unda ko'rib chiqadigan o'sha harbiy san'at tushunchasida
taktika, strategiya degan jumlalarga to'xtalib o'tsak. Masalan, xo'p, bu yerda esa aynan harbiy san'at tarixida strategiya, operativ san'at hamda taktika degan jumlalarga misol tariqasida keltirilgan. Shu bilan birgalikda demak strategiya degan jumlaga to'xtalib o'tsak, grekcha so'zdan olingan bo'lib, stratos qo'shin, ago boshlab boraman degan ma'noni anglatadi. Bu jamiyat demak hayotida harbiy san'atning tarkibiy qismi hamda yuqori pog'onasi hisoblanadi. U davlat va qurolli kuchlarni urushga tayyorgarlik ko'rish nazariyasi hamda amaliyoti hisoblanadi. Shu bilan birgalikda demak strategik operatsiyalarning va ularning mazmun mohiyatini, urushlarni rejalashtirishni qamrab oladi. Endi keyingi tarkibiy qismi hisoblangan, demak taktika degan jumlaga to'xtalsak. Taktika ham grekcha so'zdan olingan bo'lib, tassa qo'shinni saqlayman degan ma'noni anglatar ekan. Ya'ni taktika deganda qo'shinni saqlash san'ati. Qo'shinni saqlash san'atida hozirgi davrda mavjud bo'lgan misol tariqasida askarlarning yonma-yon bir qator yoki ikki qator bo'lib saqlanishiga misol tariqasida sherinka deb oladigan bo'lsak, ularni oldinma keyin ma'lum bir tarkibiy bo'linma hisobida saqlanishini esa aynan biz kolonna degan jumla bilan ishlatishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda demak hozirgi davrda taktika nazariyalari ham mavjud. Aynan o'sha qadimgi davrdan to hozirgi paytgacha bo'lgan insonlarning hamda davlatlar o'rtasidagi munosabatlarning keskinlashishi jarayonida yuzaga keladigan, ya'ni urushni taktika nazariyalari yordamida o'rganib kelinadi. Aynan urushlar qanday holatda olib borilgan yoki qanday jang olib borish nazariyalari tanlangan, hududlarning tanlanilishi, ularda ishlatilgan qurol-yarog'larning tanlanilishi haqidagi ma'lumotlarni demak taktika nazariyasi orqali o'rganishimiz mumkin. Endi demak harbiy san'at tarixi fani o'tmishdagi urushlar tajribasini o'rganishni, shu bilan birgalikda harbiy san'atning rivojlanish qonuniyatlarini hamda ularning tamoyillarini o'rganishni o'z oldiga demak maqsad qilib olgan. Ibtidoiy davrdan bizga demak qadimgi davrdan ma'lumki, insoniyat ilk bosqichi, ya'ni birlashish jarayoni ibtidoiy jamiyat ekanligi hammamizga ma'lum. Shu bilan birgalikda dastavval aynan biror bir hududni qo'riqlash yoki aholi o'rtasida ularning xavfsizligini saqlash uchun ma'lum bir e'tiqod shakllariga ko'ra bir kishi olovni saqlashi hamda himoyalashi mumkin emas edi. Shu nuqtai nazardan dastlabki mehnat hamda himoya qurollari uchi o'tkir tayoqlardan demak foydalanganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Ibtidoiy davrdagi harbiy mashg'ulotlar. Demak, harbiy mashg'ulotlar ilk qurollar demak tosh asboblardan, tayoqlardan, toshlardan dastlabki o'sha qurollarni paydo bo'lganligi haqida ko'rib o'tishimiz mumkin. Jang usullari esa aynan dastlab insonlarni demak dastavval ov qilish, shu bilan birgalikda dushman qurshoviga olish hamda qo'l jangi, ibtidoiy davrdagi jang olib borish usullari hisoblanar ekan. Xo'p, dastlabki mehnat qurollari davomi sifatida tosh boltani olishimiz mumkin. Va bo'lmasa, demak, cho'qmor, toshator qurollarni misol tariqasida keltirib o'tishimiz mumkin. Aynan ular insonlarning yirik hayvonlarni ovlash yoki o'sha baliqchilikda ma'lum bir vazifani o'taganligini ko'rishimiz mumkin dastlab. Ov usullari. Dastlab demak, o'sha harbiy san'atning yuzaga kelishi insonlarni o'zining moddiy ehtiyojini qondirish maqsadida qilingan harakatlari aynan o'sha harbiy san'atning rivojlanishiga turtki bo'ldi. Misol tariqasida olishimiz mumkin ov usullari. Ov usullari dastavval o'sha qopqon qo'yish, o'rab olish, ommaviy ov qilish rivojlanib bordi. Asta-sekinlik bilan esa o'sha hududlarning bir hududdan ikkinchi hududga ma'lum bir o'sha maqsad sari harakatlanishi, hududga bo'lgan hukmronlik aynan ularning keyinchalik qo'shni davlatlar o'rtasidagi munosabatlar, savdo aloqalarining yo'lga qo'yilishi hamda agar keskinlik yuzaga keladigan bo'lsa, ular o'rtasidagi urushlarning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Mana bu tasvirda esa aynan uchta ov qilishi, o'rab olish, keyinchalik esa aynan har bitta hudud bo'yicha olib borilgan jang masalalarini tasvirlanadi.